Hatto qarang, shunaqa gap bor ekan, bir kitobda ko'rib qoldim. Dehqon deydi, dehqon yerga urug' qadab, urug' chiqqandan keyin men urug' sepib don chiqardim demasin ekan. U gap noto'g'ri bo'lib qolar ekan. Nima deyish kerak ekan? Aytish kerak ekanki, men urug' sepdim, lekin Alloh chiqardi. Mana Alloh sababchi qildi, ammo u urug'ni chiqarguvchi, uni don qilguvchi Alloh. Qo'limizga giyohni olib bir qattiq joyga hozir bundoq qilib ursak kirmaydi, mana asfaltga, betonga bir xilga ajriqlar uni yorib chiqib keladi. O'sha bu yerdan ham osonlikcha chiqmaydi-da, uni Alloh taoloning irodasi bilan yer yoriladi, Alloh uni o'stiradi. Bu faqat Allohning. Shuning uchun biz aytamizki, bu hamma narsani qilayotgan zot bu Alloh azza va jalla. Biz faqatgina bir sababchimiz xolos. Bu narsani esdan chiqarmaslik kerak.